Barchaga assalomu alaykum. Polvon kompaniyasining kuzatuvchilari, bugun sizlar bilan ko'pchilik kuzatuvchilarimiz va xaridorlarimizning talab va takliflarini inobatga olgan holatda yangi sotuvga chiqqan Polvon suv isitgichlari haqida gaplashamiz. Video obzorimiz davomida ushbu mahsulotlarning texnik xususiyatlari, afzalliklari va komplektatsiya qismlari haqida tanishib chiqishingiz mumkin va qanaqangi suv isitgich xarid qilsam ekan deb o'ylanib yurgan bo'lsangiz, aynan ushbu video siz uchun. Va bundan tashqari 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan ushbu videoning o'zida naq siz uchun ikkita sovg'a tayyorlab qo'yganmiz. Demak, bugungi video obzorini boshladik. Avvalo, yangi sotuvga chiqqan Polvon suv isitgichlarining modellari va ularning turlari haqida tanishib chiqishingiz mumkin. Polvon suv isitgichlari 3 turga bo'linadi: kompakt, vertikal va gorizontal. Agar siz bugungi video obzorimizni haqiqiy usta sifatida ko'rayotgan bo'lsangiz, bugungi video obzorimizda foydalanilgan mana bu 80 litrlik suv isitgichning maxsus usta bonus stiker kodini bizning botdan ro'yxatdan o'tib, u yerga kiritib bonuslarga ega bo'lishingiz mumkin. Stiker kodi esa yuqorida ko'rinadi. Eslatib o'taman, bu faqat haqiqiy ustalarimiz uchun, ikkinchi sovg'amiz esa hali oldinda. Obzorimiz davom etadi. Mahsulotlarimizning texnik xususiyatlariga to'xtalsak, 220 voltdan 240 voltgacha bemalol ishlay oladi. 15, 30, 50 litrlik suv isitgichlarining ten quvvati 1500 watt. 80 va 100 litrlik suv isitgichlarining ten quvvati esa 2000 watt bo'ladi. Maksimal bosma 8 bar, maksimal suv isitish harorati esa 75 gradus. Himoya sinfi esa IPX4. Afzalliklari: suv issiqligini ko'proq ushlab turish uchun 20 mm kubiklik poliuretan bilan qoplangan. Suv temperaturasini mexanik sozlagich bilan jihozlangan. Bakning ichki qismi korroziyaga chidamli bo'lishi uchun emal bilan qoplangan. Ten qismi esa latun metalldan tayyorlangan. Tenni nagardan himoya qilish uchun 20 cm lik magniy anod bilan va isitish darajasini boshqaruvchi termostat bilan ham jihozlangan. Har bir Polvon suv isitgichlarining kabel qismida mana shunday uzoq himoya vositasi mavjud. Ushbu himoya vositasi nima vazifani bajaradi desangiz, misol uchun ten qismi vaqtida tozalanmaganligini hisobiga teni yorilib, tok suvga o'tib ketib qoladi va aynan shu vaqt suvdan foydalanib turgan insonni tok urmasligi uchun aynan ushbu himoya vositasi 0.1 sekund ichida, ya'niki 0.1 sekund ichida tokdan suv isitgichni uzib qo'yadi va qaysidir ma'noda inson hayoti saqlanadi. Suv isitgich quruq ishlashdan himoyalangan, ya'ni suxoy zashitasi mavjud. Komplektidan o'rnatish uchun ankerlar, qo'llanish uchun kitobcha va ustalarimiz uchun maxsus Polvon usta bonus stikeri mavjud. Предохранительный klapan va предохранительный klapan uchun shlang ham chiqadi. Ogohlantirib o'tamiz, ushbu suv isitgichlarni o'rnatadigan usta bo'lsangiz, mana shu предохранительный klapanni o'rnatib ketishingiz shart va majbur. Agarda Polvon suv isitgichlariga qo'shib mana shu предохранительный klapanni o'rnatmagan bo'lsangiz, biz butun boshli suv isitgich uchun kafolat bermaymiz. Hatto quruq o'zini o'rnatib, ichidagi qismlarni olib tashlagan bo'lsangiz ham, yangi sotuvga chiqqan Polvon suv isitgichlariga quyidagicha kafolat beramiz. Bachok qismi uchun 3 yil, ten va qolgan qismlar uchun 1 yil kafolat beriladi. Bundan tashqari, kompaniyamizning 12 ta viloyatda 20 dan ziyod rasmiy servis markazlari hamda ko'chma servis xizmatlari mavjud. Agarda sizda kafolat muddati va shartlari bo'yicha qo'shimcha savollar bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Suv isitgichni ishlash muddatini uzaytirish uchun suv isitgichdan oldin suv filtrlarini o'rnatilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta bu talab emas, sizlar uchun taklif. Juda ham ko'pchiligimiz ushbu suv isitgichlarni oldinlari ishlatmaganligimiz hisobiga yoki o'zimiz juda ham zo'r tushunmaganligimiz hisobiga qanaqasini olsam ekan, qanaqasi menga mos kelar ekan deb o'ylanib, biror bir xatoga yo'l qo'yamiz. Misol uchun, 2 xonalik uyda 2 kishi yashab turib, issiq suv yetmay qolmasin, issiq suv doim bo'lsin deb 80 litrlik suv isitgich ishlatishadi. Lekin aslida 30 yoki 50 litrlik suv isitgich ham ularga yetib ortadi. Sababi ularning uyda ko'pi bilan 3 ta kran mavjudligini hisobga olsak, agarda ular 30 yoki 50 litrligini ishlatishganda ham joydan, ham suvdan, ham tokdan ham tejashgan bo'lishar edi. Demak, suv isitgich xarid qilmoqchi kishi aslini olganda yaxshi bir santexnik bilan maslahatlashib, keyin suv isitgich xarid qilishlari kerak. Nimagaki u usta akamiz sizning uyingizdagi sharoitdan kelib chiqib va uni o'rgangan holatda sizga aniq bir suv isitgichni tavsiya qilishadi. Modomiki siz mustaqil ravishda suv isitgichni xarid qilmoqchi ekansiz,
Aniqroq hisoblash uchun avvalo bir dona krandan necha daqiqa foydalanishingizni aniqlashingiz kerak va uyingizda necha kishi yashashingizni hisobga olgan holda bir vaqtning o'zida nechta kran parallel ishlayotganligini aniqlab olasiz. Misol uchun ikkita kran 2 daqiqa davomida ishlasa, demak umumiy 4 daqiqa ishlayotgan bo'ladi. Siz ham shunday hisob-kitob qilib, sizga ko'rinayotgan jadvaldan foydalanishingiz kerak. Va shunda siz o'zingiz uchun necha litrlik suv isitgich to'g'ri kelishini bilib olasiz. Siz bunday hisob-kitob qilgandan ko'ra, yaxshi santexnik usta akalarimiz bilan maslahatlashganingiz ancha yaxshi. Sababi chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deb bekorga aytishmagan. Qadrli kuzatuvchilar, 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan Polvon kompaniyasining rasmiy Telegram sahifasida yutuqli tanlov o'tkazamiz va g'olibimizga mana shu 80 litrlik vertikal suv isitgichimizni sovg'a qilamiz. Shartlari juda ham oddiy. Polvon kompaniyasining rasmiy Telegram sahifasiga obuna bo'lasiz va ishtirok etish degan tugmani bosasiz. Bosganingizdan so'ng siz ishtirok etdingiz degan yozuv ko'rinadi. Ishtirokchilar orasidan faqat bir kishini 1-oktyabr soat 22:00 da random bot avtomatik ravishda aniqlab bizga e'lon qiladi va g'olibimizga mana shu 80 litrlik suv isitgichni o'zimiz yetkazib beramiz. Barchaga omad. Shuning bilan birga bugungi video obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda siz o'zingiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotni va mahsulotni topgan bo'lsangiz, albatta biz xursandmiz. Videoga like bosish, bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.